Biz shunaqa davrda yashayapmizki, manipulyatsiya davrida yashayapmiz. Ongli boshqarishga harakat qilyapti hozirgi inson. O'zingizni qanaqa boshqarishingizni bilmoqchimisiz? Hozir men sizga aytaman, o'zingiz bilib olasiz kim boshqarayotganini ongli ravishda. Manipulyatorlar birinchi qiladigan ishi sizni egoingizni sindiradi va chegarangizni buzib kirib, sizni aybdorlik hissi bilan yuklaydi. Egoingizni qanday sindiradi? Sizni chegaralaringizni ochib tashlaydi, sizni ayblaydi, yomon negativ insonlarning negativ fikrlarini sizga yetkazib keladi. Sizni egoingiz o'sha yerda qiriladi va aybdorlik hissi bilan sizni bosib tashlaydi. Albatta, aybdorlik hissini sezgan inson birinchi o'rinda o'zini oqlashga, chegaralarini ochib tashlab, o'zini boshqara olmay qoladi, o'zini oqlashga harakat qiladi, o'zini isbotlashga harakat qiladi. Siz haqingizda yomon fikrlar, negativ gaplarni yetkazib kelayotgan inson sizni boshqaryapti, boshqarishga harakat qilyapti. U insonlar bu narsani birdaniga qilmaydi. Avval kichik misollar, kichik gaplar bilan sizni tekshiradi reaksiyangizni. Reaksiyangiz normal, siz eshityapsiz. Davom ettiradi, aytiradi va siz yeringizdan qipirilib mana bunaqa tura olmaysizda, o'zingizni isbotlashga harakat qilasiz. Yo'q, men bunaqa emasman. Yo'q, men o'g'irlamadim. Yo'q, sen o'g'irlabsan. O'g'irlamadim. Yo'q, sen shunaqa qilibsan. Yo'q, men qilmadim. U oqlash orqali siz o'zingiz qurbonlikka berasiz, ya'ni qurbonlik qilishdan ham qaytmaysiz. Chunki har bitta inson o'zini nafsoniyati, o'zini sha'ni, o'zini g'ururi orqasidan kurashadi. Lekin egoyi qirilgan, chegaralari ochilgan inson faqat o'zini oqlash bilangina harakat qilib qoladi, o'zini boshqara olmaydi. Sizni o'sha vaziyatga tashlagan inson sizni manipulyatsiya qilayotgan manipulyatorlar bo'ladi. Siz o'sha vaqtda o'sha turishingizdan ular mazza qiladi. So'ng yumushlari bo'lsin, oddiy yoki pul bo'lsin, ta'minot bo'lsin, qanaqadir tomondan o'zingizni shu yaqiningizga qarab turib siz berishni boshlaysiz. Chunki nega sizni yomon deyishdi. Yuzingizga, ko'zingizga qarab sizni egoingizni sindirdi. Kirdi, chegarangizni ichkariga kirdi. Siz unga isbotlashingiz kerak yaxshiligingizni, siz unaqa inson emasligingizni, siz berib boshlaysiz. Inson bilasizmi, bir 3 kun, 14 kun, 20 kun bajargan ishini eng ko'pi bilan olishadi bu narsaga, o'rganadi, ya'ni odatga kiradi. Siz o'sha kunlar ichida siz u insonga yaxshi gaplar bo'lsin, yoki yumushi bo'lsin, xizmati bo'lsin, puli bo'lsin berdingizmi, siz doim bu narsaga olishasiz va doim sizni ular mana shunday manipulyatsiya qiladi. Yo'q, sen yomon emassan, men buni eshitdim, seni oqladim. Men aytdim u insonlarga, sen o'g'ri emasligingda, sen yomon emasligingda, men senga ishonaman deydida ko'zga qarab turadi, lekin siz ichki tomondan egoingiz qirilgani uchun siz o'zingizni baribir isbotlashga harakat qilasiz. Siz asl bunaqa emasligingizni va hech qachon u insonga haqiqiy reaksiyangizni, haqiqiy xarakteringizni ko'rsatmaysiz. Faqat yaxshi narsalar, yaxshi xarakter, yaxshi narsalar, yaxshi muhitni berishga harakat qilasiz. Mana shu narsadan ular foydalanishadi. Biz shuni bilishimiz kerak. Bizga yaqin insonlar hech qachon bizga yomon, negativ insonlarning yomon gaplarini, negativ gaplarini ko'tarib kelmaydi. Misol uchun, siz akangiz, opingiz haqida kimdir yomon gaplar tarqatyapti. Eshityapsiz, sizga qarata gapiryapti. Sening ukang, sening akang, sening opang mana shunaqa. Boshidan siz reaksiyaga kirishasiz, so'ng ushib ketasiz, jahlingiz chiqib ketadi. Oxirigacha eshita olmaysiz, to'g'rimi? Sizga yetkazib kelayotgan inson, lekin o'sha siz haqingizda yomon gaplarni oxirigacha eshitib kelyapti-da. Bir emas, ikki emas, juda ko'p gaplar eshityapti, aytyapti. Qanaqasiga sizga do'st bo'lsin yoki yaqin bo'lsin. Siz o'zingiz eng yaqin insonlaringizni tutib ko'ring oldingizga. Yomonlaganda siz oxirigacha eshitib, deysiz, yo'q. Men misol uchun yaqinlarim, oilamda kim yomonlasa, men ushib ketaman, oxirigacha eshita olmayman. Bu insonlar eshita olgan. Qanaqasiga sizga yaqin bo'lsin? Yo'q, men seni oqladim, bunaqa demadim. Oqlagan inson boshida gapirmasdan og'zini to'xtatib, gapini bo'lib yopib tashlaydi yoki chiqib ketadi u yerdan, sizga yetkazib kela olmaydi. O'shani tushib qolmasligingiz uchun sizlarga bu narsani aytib ketyapman. Eng yomoni ular olishni boshlagandan keyin oladi. Siz aybdorlik hissingizni berasiz, boyagi aybdorlik charchingiz oxiri bo'ldi. Qo'lingizni uzganingizda, men aytgandim, shunaqa deb falonchalar aytgandi. Men ishonmagandim, haqiqatdan shunaqa ekansan deb yana oxirida shunaqa sizni aybdorlik hissiga yana ko'nib qo'yadi, boshqaradi. Oddiy munosabatlarda ham shunaqa. Yigit qizga sen inchiqsan, xaraktering juda ham yomon deganda, birinchi qiz ishonmaydi bu narsaga. Yo'q, xarakterim yaxshi. Hech eshitmaganman bu narsani. Qayta aytilganda u insonning egosi qiriladi, sinadi. Chegaralar ochiladi, o'zini o'zi so'roqlay boshlaydi. Jim holi qolganda, men injiqman haqiqatdan, bu inson mening injiqligimni ko'taryapti. Agar bu inson bo'lmaganda, hech kim men injiqligimni ko'tara olmasdi, deydi-da, u insonga asta-asta qaram bo'lib boshlaydi. Chunki u atrofda boshqa insonlar uni ko'tara olmasligini, uni xarakteri yomonligiga o'zini ishontirib bo'ldi. Uning yonidagi o'sha erkakning komfortiga kirib boshlaydi keyin. O'tirsa o'tiradigan, turdesa turadigan, kuldesa kuladigan, kulishni yomon ko'rsa jim turadigan, baqirishni yomon ko'rsa jahli chiqarsa ham baqira olmaydigan. O'shanaqa qilib bosh chiqariladi, manipulyatsiya qilinadi. Eng qizig'i, bu tuzoqda bizlar farqiga yetmaymiz. Biza eng yaqin, bizaga yaqiningman degan insonlar bizani o'shanaqa manipulyatsiya tuzog'iga tushirib, boshqarib o'rganishgan. Hamma ham emas, lekin har bitta odamning atrofida bunaqa insonlar bor. Siz bu tuzoqqa qanaqa kirmasligingiz kerak? O'sha gaplar bo'lganda, sizni egoingizni qiradigan, chegarangizni buzib o'tib kiradigan gaplar bo'lganda, siz reaksiyaga kirishmang. Siz jimgina kuzatib turing. Kulib qo'ying. Menga qiziq emas insonlar gaplari. Men eshitmadim atrofimda bunaqa gaplar. Qiziq, birinchi marta sendan eshityapman. Qanaqasiga sen oxirigacha bu gaplarni eshita olding? Yaqinimsan-ku. deb kulasiz. Undan keyin u g'ashiga kelib boshlaydi. Siz hech qanday, chunki u birinchi kutgan narsasi sizning emotsiyangiz, sizning reaksiyangiz, jahlingiz chiqishi, ular haqida yomon gaplar gapirishingiz qarama-qarshi o'sha narsani kutadi ular birinchi. Siz jim turib, normal qabul qilib, o'ziga
qayta hujum qilganingizda ongli ravishda ular turolmaydi yerida. Jahli chiqadi va undan da qo'pol gaplarni gapirib boshlaydi va siz uning asl yuzini ko'rasiz. Eng osoni shu. Sizga o'shanaqa yomon, negativ gaplar yetkazib bergan insonga birdan reaksiyaga kirishmang. Birdan gaplariga ishonmang. Birdan manipulyator qurboni bo'lmang. Reaksiyaga kirmasdan shunchaki o'zini jimgina kuzatib turing. To'g'ri, bu oson emas, lekin shunday qilsangiz yoningizdagi insonni asl yuzini ko'rasiz. Chunki sizga yomon gaplar yetkazgan, siz haqingizda yomon g'iybatlar, tuhmatlar oxirigacha eshitgan inson hech qachon siz bilan do'st emas. Chunki o'zingiz qalban tan oling, jigaringiz haqida yomon gaplar bo'lganda siz oxirigacha eshita olasizmi? Yoki do'stlaringiz, yaqin do'stlaringiz haqida yomon gap bo'lganda siz eshita olasizmi? Yo'q, eshita olmaysiz. Ammo ular eshitdi. Eshitdi. Shunchaki sizni boshqarish uchun eshitdi. Siz ularga hamma narsani yetib olib borishingiz uchun, xizmatini qilishingiz uchun, qaram bo'lishingiz uchun eshitdi. Sizni boshqarish uchun eshitdi va sizga yetkazib keldi. Shu orqali sizni boshqarish boshlaydi.